Bu darsimizda shakllar, ya'ni figuralar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. O'rta dasturga kiramiz. Pristavkaga o'tamiz. Mana yerda figura bor. Figuradan bironta bir figurani tanlaymiz. Aytili mana shu figuranimi yoki bunimi? Buni tanlaymiz edi. Sichqonchani chap tomonini bosib turib, o'zimizga mos tomonga qo'yib olamiz mana. Bo'ldi. Endi figurani ochganimizda ham format degan yangi oyna ochildi. Bu tomonda nimalar bor? O'shalarni o'rganib chiqamiz. Mana bu joy figuramizni biron bir yana qo'shimcha figura qo'shish uchun ishlatib joyimiz. Mana bu esa mana shu turgan figuramizni boshqa figuraga o'zgartirish joyi. Turgan figurani o'zini o'zgartirib beradi mana. Mana shunday qilib bironta o'zidan qolgan figuraga o'zgartirib olsalar ham bo'ladi. Biz mana shunga tanlab qo'yamiz endi. Bu esa yozuv qo'yib beradi mana. Mana shuni tanlab, mana shuni belgilab, bironta joyga belgilab, shunday qo'ysak yozuv qo'yib beradi. Bunga ham bironta bir yozuvchi yozib turamiz paki. Hozir birinchi nima qilishlarini o'rganib olaylik. Bu yozuvni olib turamiz pastga. Endi mana bu joy nima? Mana bu joy mana shu tanlagan figuramizga effekt beradi. Qandaydir ham effektlar beradi mana. Ko'rsizlarmi? 3D ko'rinishda chiroyli, ya'ni gradient qilib beryapti mana. Chiroyli ko'rinishda. Zalifka degani mana shuni o'ziga fon beradi. Bu tomondan boshqa ranglar qo'ysalar ham bo'ladi, mana yerda qolgan ranglarni belgilab qo'ysalar ham bo'ladi. Mana bunda esa o'ziga rasm qo'ysalar ham bo'ladi mana. Kompyuter yoki bo'lmasa boshqa rasmdan belgilab mana shunga rasm qo'ysalar ham bo'ladi. Yoki gradient ishlasalar ham bo'ladi bunga. Yoki mana bunaqa teksturalar qo'ysalar ham bo'ladi. Buni rangini o'zgartirib qo'yamiz boshqaga. Kontur figura esa buni men sizlarga o'rgatganman. Oldin ham o'rgatdim buni. Mana shu pastga qo'shimcha soya beradi, soyasi o'zgaryapti mana. Soyasi o'zgarib, shunaqa beradi. Effekt figura. Bu xuddi rasmlar bilan ishlaganimizda qanday bo'lsa, bunda ham xuddi shunday mana past. Ranglar bersa bo'ladi yoki bunaqa qilsa bo'ladi. Chiqib bu ham xuddi shunday. Polojeni xuddi rasmdek, buni ham polojenasini moslasa bo'ladi. Buni ham xuddi matn bilan birga moslab chiqsa bo'ladi. Mana bu esa katta kichikligiga, mana yerdan ham katta kichik qilib olsak bo'ladi yoki mana uni o'zidan belgilab katta kichik qilib olsak bo'ladi yoki bunaqasiga bo'yiga yoki bunaqasiga enaga katta kichik qilib olsak bo'ladi. Yoki mana yerda ushlab tursak avtomatik ikki tomonga, ya'ni ham bo'yiga ham enaga katta kichik bo'ladi. Endi buni ichiga biz biron bir matn yozmoqchi bo'lsak, 2 marta bossak, bilasizlar? 2 marta bosganimizda matn yozmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Pristavkaga o'tamiz. Tekstoy polya tanlab ham qilsak bo'ladi yoki bo'lmasa mana yerda formatdan, mana yerda natpis tanlab ham qilsak bo'ladi mana. Boy pastga olib qo'ydik. Endi bironta so'z yozamiz mana. Mana so'z yozdik. Agar ko'rgan bo'lsanglar ham orqa fon ketmayapti. Buni qanday qilib yo'q qilamiz? Zalifkaga kiramiz. Mana shu matnni belgilagan joyimizda zalifkaga kiramiz. Net zalifka qilamiz. Konturga kiramiz. Net kontur qilamiz. Ko'rdingmi? Mana o'zi avtomatik moslashdi. Endi buni belgilab glavniyga o'tib katta qilsak bo'ladi bu yozuvni. Buni katta qildik. Mana buni to'g'rilab qo'yamiz-da. Katta qildik. Mana shuni ikki yonga to'g'rilab qo'yamiz. Kattaroq qilib qo'yamiz yana. Mana katta qilib qo'yib qalin qilamiz. Bitta kichkina qilib, qalin qilib, rangini boshqacha qilib qo'yib, buni o'rtaga olib qo'yamiz mana. Belgilab mana shuni o'rtaga olib qo'ysak bo'ladi. Mana. Xuddi shunday qilsizlar ham bunga matn joylashtirsa ham bo'ladi figuramizga.